Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Demak, bugun ham sizlar bilan birgalikda mapni analizini qilib olamiz. Buning uchun, demak, map sizlar bilan ichkaridan ham ko'rdik, tashqaridan ham ko'rdik, yana bitta ichkarida ko'rdik va yana endi tashqaridagi mapni ko'ramiz. Bir shaharniki yoki kichkina shaharchalarniki yoki qishloqniki ko'ramiz hududini. Demak, bizda ko'rib turganimiz mana bog'lar bor, gardens bor, ko'rib turganlaringizdek 4 ta gardens bor, to'g'rimi? Mana bu yoqda orchard bor ekan, bu yoqda C harfi turibdi. Xo'p, har doimgidek bundoq qaraganda ko'zga tashlanadigan mana shu narsada bolalar. Demak, boshdan boshlaymiz endi. Odatda qayerdan kirib kelinadi? Main entrancedan kirib keladi. Shunda kirib kelganimizda o'ng qo'limizda clubhouse, chap qo'limizda demak car parkda H bor. H yondan demak G ga chiqib ketiladi. E'tiborli bo'lamiz. Odatda mana shunaqa bir beqiliqda chiqib ketayotgan joyda qaranglar, shunaqa beqiliq joylar odatda to'g'ri bo'ladi. Odatda shunaqa narsa to'g'ri javob bo'ladi. Yoki bir to'g'ri javobga landmark qilib bergan bo'ladi bolalar. O'shaning uchun ehtiyot bo'lamiz. Keyingisi, demak, qaranglar, o'tgan darslarga aytaman deb esimdan chiqib ketibdi. Mapda odatda ikki xil boshlanish bo'ladi-da. Birinchi boshlanish kirdingiz main entrancedan clubhouse ga kirasan deydi. Keyin clubhousedan chiqasanda Gardensga kirasan deydi. Ha? Gardensda qanaqadir bir to'g'ri javobni aytadi. Masalan, deylik, mana bu 19 javob Warren Farms javobini o'sha yerda aytadi, tashlaydi sizga. 20 javob, ha? 20 uchun yana Gardensdan chiqasan, Gardensdan chiqqandan keyin o'ngga yurasan, to'g'riga yurasan, oldingdan car park chiqadi, car parkda oldin u chiqadi, bu chiqadi, yana 20 javobini aytadi. 20 javobini belgiladingiz. Belgilab bo'lganingizdan keyin 21 javob uchun yana o'sha joydan davom etib ketadi. Birinchi tur. Ikkinchi tur esa har doim to'g'ri javoblarga alohida borib kelaveradi. Ya'ni, masalan, deylik 19 javobi B deylik. Main entrancedan kirib kelganingda to'ppa to'g'riga qarab yurasan, oldingdan ikkita yo'l chiqadi, chapga yo'l chiqadi, o'ngga yo'l chiqadi, o'ngga yo'l chiqqandan keyin yana to'g'riga yurasan, chap qo'lingdagi birinchi bino B dedi. Endi mana bu seed store'dan yana orqaga qaytadi. Main store'dan kirganingda, main entrancedan kirganingda yana qaytadan ish boshlaydi. Tushunyapsizlar, ha? Main entrancedan kirgan deylik, to'g'ri javob F deylik. Main entrancedan kirganingda to'g'riga qarab yurganingda senda ikkita yo'l chiqadi, chapga burilasan, chapga burilgandan keyin o'ng qo'lingda turgani deydi F bo'ladi. Hay. Endi sizga mashina reshatda aytish kerak-ku, o'sha yana orqaga main entrancedan boshlaydi. Ikkita tur bor ekan, esimizda tursin. Bittasi kirdi, maptiga kirgandan keyin to'g'ri javob olib bordi. O'sha to'g'ri javobdan chiqadi ko'chaga. Keyin o'shandan davom etib ketadi. Yana to'g'ri javobga boradi, yana o'sha yerdan davom etib ketadi. Yana to'g'ri javobga, yana o'shandan davom etib ketadi. Ikkinchi tur esa to'g'ri javobga olib boradi, yana boshidan boshlaydi. Yana ikkinchi javobiga boradi, yana boshidan boshlaydi. Tushundingmi? Buni sizlar bir burchakka qayergadir yozib qo'yinglar bolalar. Demak, rekord bosganmi? Bosuvdim ham bo'lyapti rekord. Qizil nuqtacha chiqib turadi-ku, nuqtacha chiqmaganmi sizda? Demak, main entrancedan demak kirganimiz o'ng qo'limizda clubhouse, chap qo'limizda car park bilan yana to'g'riga yurganimizda gardenlar bor ekan, yana ketyapmiz. Ikkita yo'l chiqdi, chapga yo'l chiqdi va to'g'riga yo'l chiqdi. Chapga yurganimizda mana bu yoqda demak I bor, необычный binolar qaranglar. I mana bu yoqda необычный bino, mana bu yoqda C необычный bino. Mana shu odatda to'g'ri javob bo'ladi. Ehtiyot bo'linglar, odatda shakli boshqacha bo'lgan binolar to'g'ri javoblar bo'ladi. Bitta I bor bizada, shakli boshqacha, bitta C bor, bitta mana bu G bor, dunyo narigi boshida yotibdi. A bor mana dunyo narigi boshida. Demak mana bu yoqda D ham bor ekan. Xo'p, endi bu yo'l bilan ketganimizda yana chapda garden, bu yoqda orchardda ichida C bor, yana to'g'riga yursak B bor ekan, keyin to'g'rida A bor ekan. Va bizda nima beryapti? Comps berilsa odatda ishlatadi. Ketdik. Aljonni qo'yamiz. Part 4. Yeah. You will hear someone giving a talk. Label the places 19 to 23 on the map AH. There are 3 extra options which you do not need to use. Mark your answers on the answer sheet. Some time to look. Okay, now I'll just point out a few places of interest around the gardens. So can you all look at your maps, please? Okay, so we're now standing at the main entrance to the gardens, outside the clubhouse.
Demak, Clubhouse tashqarisida main entrance turibmiz. Mana shu nuqtada turibmiz biz hozir o'rtadamiz. Ketdik. You might be interested in our worm farms. This is where we make fertilizer. To get there, from the main entrance, head north. You'll pass them. Demak, main entrance turibmiz. Head north dedi. Kecha sizlarga aytib o'tdim. Head. O'sha yerga qarab yur degani. Mana boshku, boshingni olib ket degan ma'no. O'sha northga qarab, tepaga qarab ket dedi. Mana bu yerga turib tepaga qarab ketdik. Aha. Pavorot chiqquncha ketinglar bolalar. Pavorotchalar chiqquncha. Chunki pavorotchalar bir nima deb yo olib ketadi yo pavorotlarga kirgizib boradi. Gardens on either side of the path. Just before the path curves round to the right, there's a turning on the left. Go down there and... Nima bo'ldi? Curving. Curving nima degan bo'ldi? Shu yo'llar bor-ku mana. Yarim aylanroq bo'lib turadi. Curving. Just before this dedi. Ana shu curving bo'lgan yo'ldan oldin dedi, chapda yo'l bor dedi. Shaq chapga burildik. Shuna chapga burilsak, chapimizda garden bor mana. Demak, ketyapmiz, main entrance-dan kirdik. Curvingli yo'l bor dedi. O'shanga yetmasdan just before dedi. O'shanga yetmasidan oldin deyapti. Kirdik ichkari. Shundoq kirdik. Bu yog'imizda chap qo'limizda garden bor hozir, bu yog'imizda F bor. Xo'p. worm farms are inside the first building you come to. It's First building you come to. Sen duch keladigan birinchi bino dedi. O'zi bu yoq tarafingizdagi bino Gardens bo'lib yotibdi. also worth visiting our seed store. Again, head north and follow the path as it curves round. Yana dedi. Bir F bo'lib ketdi, birinchi bino F bo'lib ketdi. Seed store sразу aytib o'rg'aydi. Seed store'ga borish shunday deyapti. Again dedi. Yana qaytadan dedi. Yana main entrance-ga olib ketdi. Main entrance-dan qaytib borish dedi. Tepaga qarab yurdi. Ozgina qaytaraman eshitdinglar. It's also worth visiting our seed store. Seed store. Again, head north and follow the path as it curves round to the right, through the gardens. You'll come to the orchard. Follow the path around the edge of the orchard, but don't go too far. The seed... Demak, orchardgacha bor dedi. Orchardgacha bor dedi. But don't go too far. Juda ham uzoqlashib ketib qolma. Orcharddan uzoqlashma deyapti. Xo'p. Store is actually located inside the orchard. Inside the orchard. Demak, seed store is located inside the orchard. Ichida joylashgan. To'g'ri javob nima bo'ladi? C. Aytgan narsalarimiz bo'lyapti. To'g'ri javob C. Anaqa g'alati shakl degan ketdik. Very pretty spot. Machinery shed kerak. Now, the machinery shed might interest some of you. From the main entrance, just go into the car park and walk right to the end. You'll see a little path heading out to the west. It's that... Demak, main entrance-dan kirganingdan car parkka buril deyapti. Endga oxirigacha bor dedi. H turibdi, oxirida H bachalar. H turibdi, lekin aytyapti little path bor. Little path. Kichkinagina path, yo'lakcha bor westda deyapti. West. West qaysi taraf hozir? West bu taraf ko'rsatyapmiz. Sizlarga hozir qaysi taraf? Hozir bu taraf ko'rsatgandan alimda qayerga ko'rsatyapman? Mapga nisbatan. Mapga nisbatan hozir qaysi taraf ko'rsatyapman? D, E, G tarafni ko'rsatyapman, o'sha tarafni ko'rsatyapman. O'sha taraf ko'rsatyapmanmi? Yana selfie, chappa tashlaylik-ku, shunga aytyapman-da. Demak, qaranglar. West sizlarda hozir bu tarafda. Demak, sizga aytyapti, car park oxirida dedi H bor. Qarasa, little path bor edi. Kichkina yo'lakcha bor edi, keyin aytyapti, nima deyapti? Davomli eshitamiz. Kichkina yo'lakcha degan joydan qaytarib qo'yaman, qarang, ozgina. You'll see a little path heading out to the west. It's down there. Demak, bu o'sha yaradi. Tushundikmi? Nimani javob bo'ldi? Machine shatdiki, o'sha yerda bo'ldi. Compass heaps kerak endi bizga. Ketdik. G'ni ham boya predict qildik o'z boshimizga. Shunaqalarni narsa to'g'ri bo'lsa kerak deb. Our compass heaps are also pretty impressive. So head north from the main entrance, go past the first gardens, and take the first turning on the left. Demak, main entrance-ga ketdi, yana olib borib kelyapti. Ko'ryapsan, boya aytdimki ikki turga bo'linadi. Birinchi tur olib boradi, davom etadi. Olib boradi, davom etadi. Bu esa olib boryapti, olib kelyapti. Olib boryapti, olib kelyapti. To'g'ri javobdan keyin. Hozir main entrance-dan kirdi deb head north deb qarab yurdi, Gardensdan o'tganidan chapga burildi dedi. Gardensdan o'tganidan chapga burilsa-da, boyagi F yo'lagiga o'tib oldik. Ketyapmiz yana shu F yo'lagi bo'ylab ketyapmiz. O'ngimizda F, chapimizda Garden, o'ngimizda yana D, chapimizda yana E. Ketdik. Go to the end of that path.
end. The compost heaps are built in the shape of a letter U. Demak, biz ketyapmiz, deyapti, ketyapmiz. O'ng qo'lingizda D, chap qo'lingizda I turibdi. Demak, i'ni, hozir I to'g'ri javob bo'ldi va i'ni qanday aytib ketdi? Shunday shakldaki deyapti. Letter U. Letter U. U harfi shaklda turibdi deyapti. U harfi shaklda. Qaytaraman. U harfini bilasizlarmi? I love you. Uga i'ni qaranglar, u shaklda turibdi. G'alati shakl. Qaytaryapman ozgina, eshitinglar. To the end of that path. The compost heaps are built in the shape of a letter U. Shape of a letter U deyapti. U harfi shaklda turibdi deyapti. To'g'ri javob compost heapsga I ekan. Ketdi, 23. Drying room is also interesting. This is where we dry fruit to preserve it. To see how it's done, walk up through the gardens till you come to the orchard. Keep heading north on the drying. Nima interesting kelaveryapsan dedi, orchardda oldin o'tib ketding deyapti. Faqat northga qarab yuryapsan deyapti. Hay, ozgina orqaga qaytaryapman, eshitinglar. Gap chala qolib ketadi chunki. Walk up through the gardens till you come to the orchard. Keep heading north and the drying room is right at the very end of that path. Very end of that path. Bu yo'lak the very end. Eng oxiridir. To'g'ri javob A ekan. 23 javob A. Demak, o'zi 23. 5 ta savol. Tushundingmi bolalar? Demak, mapda ishlayotgan paytimizda birinchi navbatda qilishinglar kerak bo'lgan narsa o'ngga, chapga, tepaga, pastga degan so'zlar yodlashingiz shart. Men buni bilaman etak demanglar. Yoki taxmin qilib topaman demanglar, chunki listeningda tez-tez ayta tashlaydi, ustiga chiqmay qolasizlar belgilashlikka. Demak, tugadi. Qanaqadir tushunmaydigan joylaringiz bo'lsa, albatta so'ranglar bolalar. Chunki men sizlarga o'rgatish uchun mas'uliyatlaringizni bo'ynimga olganman. Hammaga omad, charchamanglar.